Hop, barchaga assalomu alaykum, hurmatli tadqiqotchilar. Bugun biz Braziliyaning iqtisodiyoti haqida tanlagan tadqiqotimni ko'rib o'tamiz. Biron-bir tushuntirib o'taman. Hop, undan oldin bizda reja bor. Shu reja bo'yicha ketamiz. Birinchi shart u Country World Bank Open Data. Buning uchun brauzerga kirib, ushbu saytni topib kiramiz. Hop, country bosamiz. Brazil. Hop, Excel formatda yuklab olamiz. Hop, yuklab olgandan keyin kiramiz. Hop, mana kirganimizdan keyin mana ko'rishimiz mumkin. Barcha ma'lumot bor. Hop, endi data kiramiz. Bizga kerakli ma'lumotni topish uchun va birinchi bo'lib country name'ni yuklab copy qilib olamiz. Создать pustая страница va transponировать qilib kiritamiz. Bu juda muhim. Statni o'qiy olish uchun. Hop, endi birma-bir o'zgaruvchilarni topib kiritib o'tamiz. Bizda buni ro'yxati bor, tayyor. Shularni hozir Ctrl F deb bossangiz mana shundan topib olishingiz mumkin. Ancha qulay. Buni ham transponировать qilib, shunaqa qilib qolgan o'zgaruvchilarni birma-bir kiritib o'tamiz. Hop. Hop. Mana ko'rishingiz mumkin, barcha o'zgaruvchilarni kiritib qo'ydik. Va endi buni formatlashtirib to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Ya'ni mana 4-qator bizga kerak emas. Buni o'chirib olsak bo'ladi. Stroku 1 bilan 2 ham xalaqit beradi. Hop, endi menga qulayligi uchun men 60-yildan 80-yilgacha barcha ma'lumotni o'chirib yuboraman. Chunki ko'rishingiz mumkin, ba'zilarda 60 dan boshlangan, ba'zilarda 81, ba'zida 79. Shuning uchun biz ularni o'chirib yuboramiz. Xo'p. Endi bittasi qoldi. Bu nomlarni qisqartirib yozish qoldi. Ya'ni GDP ni ko'rinib tevasida o'chirib tashlaymiz, o'zini qoldiramiz. Xo'p, yana bitta muhim narsa, statda probelni o'qimaydi. Shuning uchun pastga chiziq qilib kiritib qo'yamiz. Xo'p. Bo'ldi. Ma'lumotimiz tayyor, buni save qilib Hop, сохранить, загрузки. Deylik Brazil 001. Hop, save qildik va endi shu ro'yxatdan birinchi shartni bajardik, ya'ni done deb bo'lsa bo'ladi. Ikkinchi shart bu importing Excel into Stata. Buning uchun Stata kiramiz. Hop. Ikkinchi shart bu importing Excel into Stata. Buni bajarish uchun biz Stataga kiramiz, file deb bosib import. Hop, Excel spreadsheet, browse va o'zimizni ma'lumotimizni topib yuklaymiz. Mana Brazil 001. Import first row bo'lsa variable, bu ham juda muhim. Mana ko'rishimiz mumkin. Okay. Bo'ldi, yuklandi va buni hozir ko'rib chiqsak bo'ladi. Lekin hozir bitta muammo bor. Yersti qip-qizil turibdi, ya'ni buni Stata o'qimayapti. Buni to'g'irlash kerak. Buni to'g'irlash uchun shu the string years place coma shuni terib o'tamiz. Va hozir browse qilamiz. Ko'rishingiz mumkin, xatolik to'g'rilandi.
Xo'p. Endi biz yana bitta narsa bor. Set years qilishimiz kerak. Bu ya'ni years variable'ni path qilib belgilab beradi. Ya'ni ko'rishlar mumkin time variable years 1981 to 2023-yilgacha qabul qilindi. Xo'p, endi ikkinchi shart ham bajarildi. Dan deb qo'ysak bo'ladi. Shart bajardi. Endi biz analizga o'tamiz, ya'ni komandalarni kiritib boramiz birma-bir. Xo'p, buning uchun statani ochamiz. Sal biroz kattaroq qilib va do faylni ham ochamiz. Xo'p. Mana boshlaymiz. Birinchi bu asosiy install Asdok. Xo'p, Asdok bu juda muhim. Masalan, grafiklarni dokument shaklida yuklab beradi sizlarga. Bu juda qulay. Chunki buni yuklab olish kerak. Mana masalan, SDAC sum qilamiz. Bu descriptive statistics va SDAC deb yozganligimiz uchun bitta my file doc bor. Shuni ochadigan bo'lsak, mana Wordga chiroyli qilib yuklab beradi. Mana bu eskilar, mana ko'rishingiz mumkin. Wordga yuklab beradi. Xo'p, agar sumni o'zini bo'lsalaring, mana ssilka bo'lmaydi. Xo'p. Descriptive statistics, ya'ni ushbu jadval ko'rishingiz mumkin Braziliyaning 43 yil davomidagi iqtisodiy ma'lumotlarni unumlashtiradi. Birinchisi years, GDP, manufacturing, agriculture, carbon intensive, ya'ni bu o'zgaruvchilar. Ikkinchisi bu observations, ya'ni yillar. Xo'p, ya'ni ma'lumotlar ko'rishimiz mumkin 1981-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga olar ekan. Xo'p, min bu o'rtacha qiymatlarni ko'rsatadi. Masalan, yalpi ichki mahsulot, ya'ni GDP uchun o'rtacha qiymat taxminan 1 trillion dollardan sal ko'proq. Keyingisi bu standard deviation, bu standart og'ishini bildiradi. Bu esa ya'ni qiymatlarning o'rtacha ko'rsatkichidan qanchalik farq qilishini bizga ko'rsatadi. Xo'p, keyingi minimum bu o'sha eng minimal, eng kam qiymat. Masalan, yearsda eng kichkina qiymat bu 1981. Ya'ni 1981-yil eng kam. Xo'p, max bu ya'ni eng maksimal, eng katta, eng yuqori qayd etilgan qiymatlarni ko'rsatadi. Masalan, years uchun 2023-yil. Albatta eng yuqori natija deb hisoblanadi. Xo'p, bu descriptive statistics bo'ladi. Undan keyin two-way test line. Xo'p, test line ochadi. Mana. Xo'p, bu grafik 1980-yildan to 2023-yillarga Braziliyaning yalpi ichki mahsulotining o'zgarishini bizga ko'rsatadi. Yani ko'rishimiz mumkin 2000-yillarda keyin sezilarli o'sish kuzatilgan. 2010-yillarda esa u cho'qqiga yetgan. 2020-yildan keyin sekin tiklanish kuzatilyapti. Xo'p. Mana bir terib o'tsa bo'ladi. Manufacturing uchun test line. Xo'p, agriculture, carbon intensity, total reserves va graph combine. Bu hamma boyagi graflarni birlashtirib beradi. Mana. Xo'p. Keyingi o'tadigan bo'lsak, bu scatter ya'ni. Xo'p. Mana scatter. Xo'p, bu tarqoq diagramma, ya'ni scatter plot deyiladi. Braziliyaning ishlab chiqarish manufacturing sektori va GDP o'rtasidagi bog'liqlikni aks ettiradi. Xo'p, bu grafikdan ko'rinib turibdiki, ishlab chiqarish hajmi oshishi bilan yalpi ichki mahsulot ham ortgan. Bu esa ular orasida ijobiy korrelyatsiya borligini ko'rsatadi. Qizil chiziq esa bu ushbu bog'liqlikni regressiya modeliga asoslangan mos keluvchi qiymatlarni, ya'ni fitted valuesda ifodalaydi. Xo'p. Xo'p, agriculture uchun ham ko'rib o'tamiz. Total reserves ko'rishingiz mumkin. Buni ham graph combine qilsa bo'ladi. Mana. Xo'p. Keyingi o'tadigan bo'lsak, bu histogram. Instagram mana birinchini
boshlaymiz. Histogram ya'ni GDPning qiymatlarining qanday taqsimlanganini bildiradi. Mana egri chiziq bu KDA ya'ni Kernel Density Estimation GDPning umumiy taqsimotini ko'rsatadi. Braziliyaning iqtisodiy o'sishi beqaror bo'lib, o'zgaruvchan tendensiyaga ega ekan. Xo'p. Boshqalarni ham ko'rib chiqamiz. Biron-bir manufacturing, agriculture, carbon. Xo'p, va graph combine bularni ham combine qilib olsak bo'ladi. Mana. Xo'p. Ochildi. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz. Bu Gravebox. Xo'p, Boxplot ya'ni Gravebox ma'lumotlarni 4 qismiga bo'ladi. Har bir qismi 25% ma'lumotni o'z ichiga oladi. Xo'p, asosiy qismlari bu box ya'ni yashik ma'lumotlarning 50% qismini qamrab oladi. Ya'ni Q1 va Q3 ga bo'linib, birinchi va uchinchi shorik. Birinchi shorik 25% ni, qolgan esa 75% ni qamrab oladi. Xo'p, bitta ham median bor, Q2 ya'ni o'rtacha qiymat. Undan keyin whiskers bor, ya'ni mo'ylovlar. Odatda minimal va maksimal qiymatlarni bizga ko'rsatadi. Va outliers ham bor, ya'ni g'ayritabiiy nuqtalar. Agar ba'zi qiymatlar normal diapazondan tashqari bo'lsa, ular alohida nuqta sifatida ko'rsatib o'tiladi. Xo'p, bizni tahlil qiladigan bo'lsak, GDPning asosiy qismi 500 milliarddan to 2 trilliongacha joylashgan ekan. Whiskers ya'ni GDPning minimal maksimal qiymatlari taxminan 0 dan to 2,5 trilliongacha. Outliers yo'q, ya'ni bizda alohida nuqtalar yo'q. Buni boshqa sohalarda ko'rishimiz mumkin. Xo'p. Mana ko'rish mumkin bu outliers, ya'ni bu alohida nuqtalar, birlik nuqtalar. Xo'p. Carbon intensity. Xo'p, total resource va graph combine qilsa bo'ladi, oxirida barchasini. Biroz qat'iy bo'ldi. Beshalasini ham birlashtirib, chiroyli qilib chiqarib berdi. Keyingisi bu PV core ya'ni pair with correlation. Ko'rishlar mumkin. Bu jadval korrelyatsiya matritsasi, ya'ni bu o'zgarishlar o'rtasidagi bog'liqlikni bizga ko'rsatadi. Bog'liqlik -1 dan 1 gacha bo'lishi mumkin. Qanchalik 1 ga yaqin bo'lsa, -1 gami yo 1 gami bu korrelyatsiya kuchlilikni bildiradi. Va quyi qator bu p-value. P-value bu statistik ahamiyatlikni bizga ko'rsatadi. Agar p-value 0.05 dan kam bo'lsa, u holda bog'liqlik statistik jihatdan muhim. Hop, ya'ni korrelyatsiyani tushuntirib o'tish uchun, masalan, yalpi ichki mahsulot o'sishi ekologik omillarga ham ta'sir ko'rsatar ekan. Masalan, yalpi ichki mahsulot 1 ga oshsa, bitta birlikka oshsa, unda carbon emissions 28% ga ortar ekan. Biroq masalan, qishloq xo'jaligi deyarli 65% ga qisqarar ekan. Bu esa iqtisodiy masalan rivojlanish va ekologik barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni bizga ko'rsatib yuboradi. Xo'p. Keyin o'tadigan bo'lsak, bu p-norm. P-norm bu probability yoki probability plot yoki quantile plot bo'lib, ya'ni ma'lumotlarni normal taqsimotga mos kelishini tekshirish uchun ishlatiladi. Ko'k nuqtalar bu empirik taqsimot. Qora chiziq bu ideal normal taqsimot. Agar nuqtalar qora chiziq bo'ylab joylashgan bo'lsa, bu ma'lumotlar normal taqsimotga mos keladi. Xo'p. Manufacturing, agriculture, carbon intensity va total resource. Oxirida bularni ham graph combine qilsak bo'ladi. Mana. Xo'p. Undan keyingi test bu Swilk ya'ni Shapira-Wilk testi.
Xo'p, mana Shapiro-Wilk testi, ya'ni berilgan ma'lumotlarning to'plami normal taqsimlanganligini aniqlash uchun qo'llaniladi. Ushbu testda nol gipotezasi, ya'ni H0 ma'lumotlarining normal taqsimlanganligini taxmin qiladi. Xo'p, agar pi qiymat 0.05 dan 0.5 dan katta bo'lsa, H0 rad etilmaydi va ma'lumotlar normal taqsimlangan deb hisoblanadi. Xo'p, keyingisi u regression testi. Regressiya bu statistik tahlil usuli bo'ladi. U bir yoki bir nechta mustaqil o'zgaruvchilarning bog'liqlik o'zgaruvchiga qanday ta'sir qilishini aniqlash uchun ishlatiladi. Bundan xulosa chiqaradigan bo'lsak, bizda masalan R squared 0.98, ya'ni GDPning 98.92% o'zgarishi ushbu mustaqil o'zgaruvchilar bilan tushuntiradi. Masalan, inchas R square bizda 0.9881, bu esa modelning yuqori darajada tushuntirish kuchiga ega ekanligini bizga ko'rsatadi va p value 0.05 dan kam, ya'ni bu 0.00, bu esa ya'ni butun model statistik jihatdan ahamiyatli ekanligini bizga bildiradi. O'zgaruvchilardan deyarli barchasida p value 0.05 dan kam, bitta agriculturedan tashqari. Buni ham sal keyinroq ko'rib o'tamiz. Xo'p, endi biz Jorko betani tashlab olishimiz kerak. Jorko beta xo'p, tashlab oldik va GDP qilamiz. Mana. Ya'ni Jorko beta testi bu statistik test bo'ladi. Bu taqsimotni normallikka mos kelishini tekshirish uchun odatda ishlatiladi. Ushbu test taqsimotni skewness, ya'ni egiklik va kurtosis, ya'ni cho'ziqlik xususiyatlariga asoslanadi. Xo'p. Albatta, agar p value 0.5 dan kam bo'lsa, nol gipotezasi rad qilinadi, ya'ni ma'lumot normal taqsimlanmagan. Agarda 0.5 dan ko'p bo'lsa, nol gipotezasi rad qilinmaydi, ya'ni normallik faraz qilinadi. Xo'p, undan keyin Estad-Watson testi, ya'ni Darwin-Watson testi. Yana ko'rishimiz mumkin. Bu test, ya'ni regressiyada qoldiqlar, ya'ni xatolar orasida avtokorrelyatsiya bor yoki yo'qligini tekshiradi. Agar avtokorrelyatsiya mavjud bo'lsa, demak model natijalari noaniq yoki nomukammal bo'lishi mumkin. Xo'p, bizda 1.05 chiqdi. Bu esa avtokorrelyatsiya mavjudligini ko'rsatadi. Shu sababli biz Price-Winston regressiyadan foydalandik. Natijada Darwin-Watson ko'rsatkichi 1.62 ga oshdi. Bu esa standartlarga mos keladigan natija hisoblanadi. Price nima bu? Price-Winston regressiyasi bu avtokorrelyatsiyani bartaraf etish uchun ishlatiladigan maxsus regressiya usuli. Xo'p, ya'ni ko'rishlar mumkin, 1.05 dan 1.60 ga ko'tarildi. Xo'p, yana bir regression ko'ramiz va Estad-VIF. VIF bu ya'ni variance in inflation factor test deyiladi. Bu ya'ni multikolinearlikni tekshirish uchun ishlatiladi. Agar mustaqil o'zgaruvchilar orasida kuchli bog'liqlik bo'lsa, regressiya natijalari noto'g'ri bo'lishi mumkin. Xo'p, bizda odatda VIF 10 dan kam bo'lishi kerak. Agar VIF 10 dan ko'p bo'lsa, kuchli multikolinearligi borligini ko'rsatadi va muammoni hal qilish kerak. Agar 10 dan kam bo'lsa, multikolinearlik sezilarli emas va model ishonchli hisoblanadi. Bizda 10 dan ancha kam ko'rishimiz mumkin. Tekshirdik. Undan keyingi narsa bu elenlashtirish, ya'ni natural logaritm qo'llash. Xo'p, hozir birma-bir yangi o'zgaruvchi yaratamiz. Logaritmlangan. Xo'p, har bir o'zgaruvchi uchun va endi regressiyani ko'ramiz. Xo'p, regressiyani ko'ramiz. Ko'rishlar mumkin. Natural logaritmni ishlatganimizdan keyin p value
barcha o'zgaruvchilar uchun p value 0.05 dan kam bo'ldi. Ya'ni bu agriculture ko'p edi. 0.5 dan, hozir esa bir xildan 0.5 dan ham barchasi kam. SQL ham yaxshi, bu yerda ham p value juda ham yaxshi, ya'ni 0.5 dan kam. Hop, endi logaritm uchun Wi-Fi ni tekshirib ko'ramiz. Hop, logaritm uchun Wi-Fi 408, ya'ni bu hali ham 10 dan kam. Hop. Bu esa shu, ya'ni multikollinearlik yo'qligini bizga ko'rsatadi. Hop, endi alfa, ya'ni Chromebook alfa testiga o'tamiz. Ko'rish mumkin 0.4 chiqdi. Hop, Chromebook alfa testi bu shaklning testning ishchiligini, ya'ni reliability'ni baholash usuli. U shakldagi savollar yoki o'zgaruvchilar bir-biri bilan qanchalik mos kelishini ko'rsatadi. Agar 0.7 dan yuqori alfa qiymat bo'lsa, bu yaxshi hisoblanadi. 0.6 dan past esa bu to'g'ri kelmaydi, ya'ni ishonchlilik pastligini anglatadi. Bizda hozircha 0.44 chiqdi. Endi biz boyaga yaratgan logaritmni qo'llab yuboramiz va mana ko'rish mumkin, logaritm ancha narsani to'g'rilab ketdi va bizda endi alfa Chromebook testi 0.8, ya'ni bu 0.7 dan ko'p. Natijada alfa qiymati o'sha 0.8 ga ko'tarildi 0.4 dan. Bu esa shaklning yaxshi ishonchligini bizga ko'rsatadi. Xo'p, keyingisi bu IHAT. Xo'p, buni ko'rish mumkin. IHAT ni tekshirish modeli natijalarining taqsimotini baholash uchun ishlatiladi. Agar IHAT normal taqsimlangan bo'lsa, demak model yaxshi ishlaydi va prognozlar ishonchli bo'lishi mumkin. Xo'p, mana ko'k ustuni bu o'sha histogramdek bashorat qilingan qiymatlarning taqsimoti, qora chiziq esa silliqlangan zichlik funksiyasi, ya'ni density plot bu. Buni graph box'ini ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Xo'p. Va Shapiro-Wilk testi 0.5 dan kam. IHAT uchun. Xo'p. Endi IHATga o'tamiz. Xo'p. IHAT o'zi nima? IHAT bu qoldiq, ya'ni bu haqiqiy va bashorat qilingan qiymatlar orasidagi farq bu. U modeldagi aniqlikni, ya'ni heteroskedastiklikni, normal taqsimotni va avtokorrelyatsiya tekshirish uchun bizga kerak. Agar qoldiqlar tasodifiy va normal taqsimlangan bo'lsa, model ishonchli hisoblanadi. Ya'ni bu histogrammi qoldiqlarning IHATning taqsimotini ko'rsatadi. O'sha qora chiziq bu density plot, ko'k ustunlar esa qoldiqlarning taqsimotini aks ettiradi. Mana Shapiro-Wilk testi mana IHAT uchun bu esa 0.5 dan ko'p ekan.